Burkutning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm chizishni bakda yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini chizib bo'lgandan keyin yana nima chizishni zotli bilinmabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib chizilgan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir Qur'on tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofasini chizishga boshlabdi. Rasmni chizib bo'lay deganda havo shaharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm chiza oladiganligiga hayron qilib, uning rasm chizishini aniqroq ko'rish uchun pasligan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo shaharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiranmaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta! Men texi rasmni chizib olmadim" deb Sherning kaynidan qoldi. Sher havo shaharidan bakli qo'rqib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jang'ida usib yiqilibdi. Tishlari sunib ketibdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun eliqi Qur'on toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'ltirarmish. 抖音